Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Hizbulloh hujumlarni to'xtatmasa Bayrutda tinchlik bo'lmaydi. Isroil Livanni ayovsiz bombaladi. AQSh va Isroil o'rtasida katta yorilish. Tramp Netanyahuni haqoratladi. Rossiyada pul tugayaptimi? Putin boylardan yordam so'radi. Eron AQSh bilan muzokaralarni to'xtatdi. Bunga Isroil sababchi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga, peshobdagi muammolarga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Hizbulloh hujumlarni to'xtatmasa Bayrutda tinchlik bo'lmaydi. Isroil Livanni ayovsiz bombaladi. Isroil mudofaa vaziri 1-iyun kuni bayonot berib, agar Hizbulloh hujumlarni davom ettirsa, Bayrutda tinchlik bo'lmasligini aytdi. Isroil Kats Livan janubidagi Litaniy daryosi hududida harbiy nazorat ostidagi zona yaratishga va'da berdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Bayrutdagi Dahiyaning Isroil shimolidagi aholi punktlaridan farqi yo'q. Agar shimolda tinchlik bo'lmasa, Bayrutda ham tinchlik bo'lmaydi, dedi Isroil Kats o'z idorasi tarqatgan bayonotda. Dahiya Hizbullohning Bayrut chekkasidagi tayanch punkti hisoblanadi. Kats 1-iyun kuni erta tongda ushbu hududga zarba berishni buyurgan edi. Shu bilan birga Isroil mudofaa armiyasi Sahal Livandagi Hizbulloh terrorchilari va infratuzilmasiga qarshi harbiy harakatlarni davom ettirmoqda. Maqsad xavfni Isroil qo'shinlari va aholidan uzoqlashtirishdir. Shuningdek, Litaniy hududini qurol va terrorchilardan xoli bo'lgan Sahal xavfsizlik nazorati ostidagi zonaga aylantirish ko'zlangan, deya qo'shimcha qildi Kats. Shu bilan birga Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Livan ichkarisiga ko'proq kirib borishga va'da berdi. U 29-may kuni o't ochishni to'xtatish kelishuviga qaramay, Livan janubining katta qismi jangovar zona hisoblanishini e'lon qildi. 17-aprel kuni o't ochishni to'xtatish rejimi kuchga kirgan edi. Shundan so'ng Isroil Livan hududi ichkarisida o'zining shimoliy chegarasidan o'nlab kilometr uzoqlikda sariq chiziq o'rnatdi. O'tgan haftada Isroil harbiylari Livan janubidagi Zahraniy daryosidan pastdagi barcha hududlarni jangovar zona deb e'lon qildi. Bu hudud chegaradan qariyb 40 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, Sur va Nabatiya shaharlarini ham o'z ichiga oladi. Livan prezidenti Jozef Aoun esa o'z mamlakati Isroilning shafqatsiz va qoralanish kerak bo'lgan tajovuzga duch kelayotganini aytdi. AQSh va Isroil o'rtasida katta yorilish. Tramp Netanyahuni haqoratladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Livanga berilgan zarbalar tufayli Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni telefon orqali haqoratli so'zlar bilan urishib berdi. Bu haqda manbalarga tayanib Axios xabar berdi. Manbalarga ko'ra, Tramp suhbatda Isroil hukumat rahbarini aqldan ozgan deb ham atagan. U korrupsiyaga oid ish bo'yicha Netanyahuga qamoq jazosidan qutulib qolishga yordam berganini eslatgan. Shuningdek, Livanga berilgan zarbalar tufayli Netanyahuni hamma yomon ko'rayotgani va bu uning mamlakatini yanada kuchliroq xalqaro yakkalanishga olib kelishi mumkinligini ta'kidlagan. Sen aqldan ozgansan. Men bo'lmaganimda qamoqda o'tirarding. Seni qutqaryapman. Hozir seni hamma yomon ko'rib qoldi. Mana shu ishlaring tufayli hamma Isroildan nafratlanmoqda, degan u. 1-iyun kuni Netanyahu Eron hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbulloh guruhi bilan ziddiyat kuchayganini ro'kach qilib, Bayrutning janubiy chekkalariga zarba berishga buyruq berdi. Bundan bir kun avval Hizbullohning Isroil shimoliy hududlariga bergan zarbalaridan keyin Netanyahu Livandagi quruqlikdagi operatsiyani ham kengaytirgan edi. AQSh ma'muriyatiga yaqin manbalarning Axiosga ma'lum qilishicha, telefon suhbati chog'ida Tramp Livandagi tinch aholi orasida qurbonlar soni ko'pligi hamda Hizbullohning bir necha qo'mondonini yo'q qilish amaliyoti uchun turar joy binolari buzib tashlanayotganidan xavotir bildirgan. Tramp telefon suhbatidan so'ng Isroil va Livanning Hizbulloh harakati otash kesim bo'yicha kelishuvga erishganini ta'kidladi. U Netanyahu bilan juda samarali suhbat o'tkazganini bildirdi. Shundan so'ng Bayrutga qo'shin yubormaslik to'g'risida qaror qabul qilingani va bu yo'nalishda harakatlanayotgan bo'linmalar ortga qaytarilganini aytdi. Men Isroil bosh vaziri Bibi Netanyahu bilan juda samarali muloqot olib bordim va Bayrutga hech qanday qo'shin yuborilmaydi. Yo'lda bo'lgan barcha bo'linmalar ortga qaytarildi. Bundan tashqari yuqori martabali vakillar orqali Hizbulloh bilan juda yaxshi suhbatlashdim va ular o't ochishni butunlay to'xtatishga rozi bo'ldi.
Isroil ularga hujum qilmaydi va ular ham Isroilga hujum qilmaydi, dedi AQSh rahbari o'zining Truth Social ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Rossiyada pul tugayaptimi? Putin boylardan yordam so'radi. Rossiyalik oligarxlar prezident Vladimir Putin bilan uchrashgandan so'ng byudjetga 220 milliard rubl miqdorida beg'araz to'lovlar o'tkazdi. Bu haqda elektron byudjet hukumat portaliga tayanib ekspert nashri xabar berdi. Ushbu xayriya mablag'i butun yil davomidagi tushumlar prognoziga nisbatan deyarli 130 barobar ko'pdir. Ixtiyoriy badallarga Vladimir Putinning 26-mart kuni oligarxlar bilan yopiq uchrashuvi sabab bo'lgan. Unda prezident Ukrainaga qarshi urushni davom ettirish niyatini bildirib, tadbirkorlardan yordam so'ragan. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov yig'ilish ishtirokchilaridan biri manbalarga ko'ra bu Sulaymon Karimov juda katta mablag' ajratishni taklif qilganini tasdiqladi. Mash ma'lumotlarga ko'ra tashabbusga Oleg Deripaska va Vladimir Potanin ham qo'shilgan. Federal amaldorlardan biri rasmiylar yil yakuniga ko'ra qariyb 300 milliard rubl tushishini kutayotganini aytdi. Biroq aniq kelishuvlar yo'qligi va badal miqdori har kimning shaxsiy ishi ekanini ma'lum qildi. Moliya vazirligiga ko'ra 2026-yilning yanvar-aprel oylarida federal byudjet taqchilligi salkam 6 trillion rublga yetdi. Bu yillik rejadan 1.6 barobar ko'pdir. Gaydar instituti yil oxirigacha kelib taqchillik rejalashtirilgan darajadan 2 barobar oshishi mumkinligini prognoz qilmoqda. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Moliya vazirligi va Markaziy bankning yuqori martabali amaldorlari Putinni hozirgi urush xarajatlari qabul qilib bo'lmaydigan darajaga yaqinlashayotgani va iqtisodiyot 2023-yildan beri birinchi marta qisqara boshlagani haqida ogohlantirgan. Ular mudofaa xarajatlarini qisqartirishni taklif qilgan. Biroq Putin mudofaa vazirligini qo'llab-quvvatlab, harbiylardan tashqari barcha yo'nalishlarni qisqartirishni buyurgan. Rossiya iqtisodiyoti o'lim zonasiga kirdi, deydi Sarnego Russiya Yevraziya Center ilmiy xodimi Aleksandra Prokopenko. Makro iqtisodiy tahlil markazining yetakchi eksperti Emil Ablayevning ta'kidlashicha, yil oxirigacha oligarxlardan kutilayotgan 300 milliardlik xayriyalar rejalashtirilmagan taqchillikning 10-15% qoplashi mumkin xolos. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya moliya vaziri Anton Siluanov 2026-yilgi byudjetning harbiy xarajatlaridan boshqa barcha yo'nalishlari bo'yicha sarflarni qisqartirishni so'ragan. U fevral oyida hukumatga shu mazmundagi xatni yo'llagan. Eron AQSh bilan muzokaralarni to'xtatdi. Bunga Isroil sababchi. Eron Livandagi harbiy harakatlarga norozilik sifatida AQSh bilan aloqalarni to'xtatdi. Bu haqda Tasnim axborot agentligi xabar berdi. Sionistik rejimning Livandagi shafqatsizliklari davom etmoqda. Livan masalasi o't ochishni to'xtatishning asosiy shartlaridan biri edi, ammo hozirda bu kelishuv buzildi. Shu sababli Eron muzokaralar guruhining uchrashuvlarini va vositachilar orqali matn almashishni to'xtatdi, deyiladi xabarda. Nashrning qayd etishicha, Eron rasmiylari va muzokarachilari Livanda o't ochishni to'xtatish hamda Isroil qo'shinlarini olib chiqib ketish zarurligini bir necha bor ta'kidlagan. Eron va qarshilik ko'rsatish kuchlarining talablari bajarilmaguncha muloqot qayta tiklanmaydi deya qo'shimcha qilingan xabarda.